Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari, sizlarga bitta nabor ko'rsataman. Buni Xorazmdan Oybek akamiz buyurtma qilib chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Bitta katta boltasi 2,5 kilolik bolta 25 sm chiroyli qilib baquvvat qilib tayyorlab berganmiz. Bitta terlaydigan pichoq, cho'qqisi, razdelka pichog'i, bo'yin pichog'i. Bundan keyin bitta terlaydigan pichoqni, go'shtga ketadigan pichoqni ham tayyorlab qo'yganmiz. Pichoqlarning reaksiyasini sinab ko'ramiz bitta sizlar bilan. Judayam tezkor qilib, ukalari menga zo'r xizmat qilsin, o'zim ishlataman dedi. O'zi hozir safarda ekan, safardan kelgandan keyin ishlayotgan pichoqlarni berib yuborgan dedi, uyda turaveradi dedi. Bunaqa qilib tayyorlab berganmiz. Hamma pichog'i kesadi, lezvalar abo'yin pachimiydi bo'lgan, kamerani yaqin olib keling. Judayam pokiza qilib ishlab qo'yganmiz pichoqlarini. Hammasi o'rikdek qilib dasta qilib qo'yganmiz hammasiga. Choqqimiz nержавейкаdan ishlangan. Yana bitta bolta. Chexollarni ham zo'r qilib tayyorlab berganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatni beramiz.